Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun xudo xolasa 10 kunlik bizani bazaviy protokolimizni 7-kunini tugatdik. Muammoni eng kattasi kvadrat mushaklarni haddan tashqari harakati cheklanganligida bo'ldi. Mijozim juda ham qiynalgan bu narsadan, kechasi qashiydigan oruvlar bo'lgan. Endi hozir polniy hali bosilgani yo'q. Sababi bu juda ham uzoq payt rivojlanib kelgan, e'tiborsiz qolib ketgan. Hayot turmush tarzi sal noto'g'ri bo'lganligi uchun beldagi muammoni yechilishi juda ham qiyin bo'lyapti haligacha. Lekin mana hozir 7-kunlik protokolimizni hali tugatmadik. 7-kunlik protokolimizda xudo xolasa mana ozgincha bo'lsa ham nimadadir o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, o'zlaridan eshitamiz. Keyin bu borada hech qachon kechiktirmaslikni maslahat bergan bo'lardim. Bunaqa muammo, belda chegaralanishlar bo'lsa, kuraklarning orasida o'ruvlar bo'lsa, hech qachon uzoq paytga cho'zib yurmanglar. Bu narsani tavsiya bermayman. Sababi qanchalik uzoq cho'zsanglar, shunchalik davolanish ham qiyinroq va sekin kechadi. Mana hozir o'zlaridan eshitamiz, konkretni nima muammo bilan keluvdilar va qanaqa ozgina bo'lsa ham natija bilan ketyaptilarmi yo'q. Mana o'zlaridan chestni eshitamiz. Mana nima bilan keluvdingiz, o'zingiz biroz aytib bersangiz. O'zi belimda grija bor. 3 ta joyda grija, 2 ta joyda protruziya. Постоянно og'riydi уже 3-4 yildan beri na постоянной основе. O'zi shu bel og'rig'i bilan keldim. Asosiy muammo bel og'rig'i, bukulishdagi qiyinchiliklar. Hozir shu nisbatan yaxshi, bukulishlarimiz ham уже qo'llarim, oyog'im, barmoqlargacha yetyapti. O'zgarish bor, Xudoga shukr. Xo'p, qarang, mana shunaqa uzoq payt kechiktiradiganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Aynan shu beldagi harakat cheklanishlari, kurakning orasidagi og'rig'i bor odamlar nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana boshidan shu qiyinchilik o'tayotgan odam sifatida. Shu tezroq specialistga borish kerak, muammoni yechishga harakat qilish kerak. Жизненный obrazni ozgina bo'lsa ham o'zgartirish kerak. Mendan oldin nimalar qilgansiz? Qanaqa metodlar bilan davolanishga harakat qilgansiz? Ko'p shu medikamentozniy, traditsionniy metodga ham, netraditsionniy metodga ham обращаться qilganmiz. 10 tadan oshiq nimaga, больницаlarga borganmiz, nevropatologlarga borganmiz, fizioterapiya, hamma narsa qilib ko'rganmiz. Xullas qalam. Rezultat praktiski bo'lmagan. Xo'p, menda hozir qanchalik, mana 10 balli shkalada necha balli rezultat bo'ldi? Faqat chestdan. Chestna 10 ball. 7 kun ichida. 7 kun ichida bir 7-8 balli уже o'zgarish menimcha bor. 10 balli shkaladan. Xudo xolasa bo'ldi. Davom etamiz xudo xolasa protokolimizni. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning uchun kechiktirmasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Kimda agar tanamizdagi trigger muammosi bor deb o'zida kim taxmin qilayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aynan sizlar bilan qanaqa yo'l bilan ishlashimiz mumkinligi to'g'risida gaplashib olishimiz mumkin. Salomat bo'linglar.